Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, sahiy do'kon muxlislari va klientlari. Biz sizlar bilan dvijyoylar, bugungi mavzumiz dvijyoylar haqida ma'lumotlashamiz. Dvijyoylarimizda har xil variantdagilari 3 kW, 5 kW, 6 kW, 8 kW gacha bo'lgan dvijyoylar haqida tushuncha berib o'tib ketamiz. Dvijyoylarimiz 3 kW dan boshlanadi. Mana King Max modelligimiz bor. 5800 modeldagi 3-3,5 kW gacha tok chiqarib beriladi. Bular obmotkasi katta, 10 cm obmotkadan kalitga zavayt bo'ladi. 12 volt akkumulyatorlarga ham tok berish xususiyatiga ega. Eng yaxshi qulay tarafligi tok katta nagruska bersangiz o'zi avtomatik o'chib qoladi. Obmotkani zashta qilib turadi, saqlab turadi. 12 voltda plus minusi bitta bo'lib qolsa, obmotkani kuydirmaydi, aytda ham zashta qilib turadi. Keyin maslini предохранитель bor. Mana masl datchiklari bor. Yog' kamayib ketsa, motorni zashta qilib turadi. Xullas siz dvijyoy oldingiz, muammolardan qutuldingiz. Katta nagruska bersa ham kuymaydi, motor qismaydi. Har taraflama zashta qilingan. Bularning narxi bugungi holat, ya'ni 23-sentyabr holatiga ko'ra 2,600,000 so'mdan bo'lyapti. Endi xuddi mana shu variantdagisini 3,5 kW gacha tok chiqaradigan obmotkasi misli variantlarimiz bor. Bugungi holatda 3,300,000 so'mdan qilib berilyapti. Bularniki obmotkasi alyumin misli. Nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, obmotkasi alyuminlilar bitta ishlatishda 4 soat, 5 soatgacha ishlaydi. Obmotkasi mislilar qizimasdan turib 12 soat, 14 soatgacha to'xtatmasdan, dam oldirmasdan ishlataverasizlar. Bularning narxi aytib o'tildi. Bularniki ham statorga ishlaydi, akkumulyatorlari bor, 12 volt o'zini o'zi akkumulyatorga zaryad qilib beradi. Rasxoti 700 gram, 800 gramgacha rasxot qiladi 1 soatda. Mana shu 3 kWlarimiz varianti kimgadir 3 faza motorlari bo'lsa, mana 380 voltga ham 220 ga ham mo'ljallangan bularimiz. Bularning narxi 3,550,000 so'mdan bo'lyapti. Eng yaxshi tarafi yana bitta qulaylik tarafi. Obmotkasi mis bularniki ham. Masl datchiklari bor va gazga ham ustanovka qilingan. Ham benzinga, ham metanga, ham propanga ishlayveradi. Endi shularimizni kattaroq variantlari bor. Mana 6 kWliklar haqiqiy tok chiqarib berishi 5,5 kW ga javob beradi. Qolgan kichkinalarga nisbatan tok katta ko'p beradi va eng muhimi esdan chiqarmanglar. Tokni o'ynatmasdan bir tekis holatda 220-230 volt orasida bir xil holatda tok chiqarib beradi. Stanoklar uchun, uslitrlar uchun, miyali mikrosxemali narsalar uchun bularniki tokni o'ynatmaydi va kuydirib qo'ymaydi. Eng yaxshi plus tarafi shular. Keyin yana bitta plus tarafi bularda kattalarimizda ATS sistema mavjud. Ya'ni davlat sveti o'chdi, avtomatik ishlaydi. Davlat sveti kelsa o'zi o'chadi. Qo'shib ulanish holati 7 sekundgacha bo'lgan vaqtda o'zi avtomatik qo'shib ishlayveradi. Bularimiz narxi bugungi holatda 6,200,000 so'mdan bo'lyapti. Obmotkasi katta, misli, motor 188, masl datchiklari bor. Ya'ni dvijyoy buzilish ehtimolligi yo'q. 0 ga teng. 1 yil garantiyasi bilan beriladi. Xuddi shularimizni mana 6 kW toza tok chiqarib beradigan Bizon firmaniki bor. Mana bularda ham ATS sistema bor, motor 190, obmotka 13 cm, statori bor, avtomatika ishlaydi. Avtomatika qo'yish uchun mana bunaqangi shitlardan foydalanasiz. Ularning narxi 1,250,000 so'mdan bo'lyapti. Har qanday elektrik buni o'rnatib beraveradi. Endi mana shu firmalarimizda Aerobus firmaniki bor. Mana motor 192, 9,5 yozilyapti. 7,5 kW ga toza to'liq javob beriladi. Garantiya har doimgidek 1 yil. Bularda ham 220 to'liq stabil holatda tok chiqarib beraveradi. Bunga stabilizator olishingiz shart emas. 1 kW dan yuqori nagruska berdingizmi, tekis holatda tok chiqarib beraveradi. Lampochkani o'ynatmaydi. Svarka apparati, xamir meshalka, beton meshalka, jodi, xullas uyingizda bunga mos har qanday texnikani ishlatib beraveradi. Mana keyin svarishni apparat ishlataman, sak elektrod ko'tarish kerak deydigan variantlar bo'lsa, odamlar bo'lsa mana rasxodi haqiqiy ekonomichniy Osaka brendiga tegishli obmotkasi 100% misligi
6 kilovat tok chiqarib berishga mo'ljallanganligi mana svarka apparati tayyor o'zida bor. Bularda eng yaxshi tarafi sak elektrod yoqaveradi. 3 lik elektrodgacha yoqib beraveradi sak elektrodni. Va qo'shimchasiga mana generator holatiga, svarka apparat holatiga ishlatsangiz bo'laveradi. Расходi 400 gram soatiga расход qiladi. Juda ham ekonomik variant. Haqiqiy ishlangan 188 solarniy motordan ishlangan sovutish sistemalari vazdoshi, ya'ni havoni o'ziga ventilyator holatiga sovutib berganligi uchun 12 soat to'xtatmay ishlatsangiz bo'ladi. Mana bularniki ham yog'datchiklari, hamma narsasi qo'yilgan bo'ladi, mana o'ziga qo'yilgan. Ya'ni xuddi shu variantda svarkasi yo'q varianti bor mana. 8 kilovatga javob beradi, tok chiqarib berishi. Bunga svarchniy apparat qilmoqchi bo'lsangiz, oddiy svarka apparatdan qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Bularda ham akkumulyatori katta. O'zimiz Damazlarda akkumulyatordan tushadi. Eng yaxshi tarafi ovoz shum izolyatsiya qilingan. Solarka bilan benzinning farqi 8 kilovatmi, 8 kilovatli motor, puskovoy beradigan motorlarga ham effekt beraveradi bular solarkaliklar. Benzinga nisbatan. Benzinlilarda bu xususiyati kamroq bo'ladi. 8 kilovat holatdagi 3 kilovat, 4 kilovat motor ishlatasiz. Lekin asveshinalarda to'liq chiqarib beraveradi. Bularda ham расход 400 gram soatiga solarka расход qiladi. Maksimal yarim litrgacha. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bularning narxi $1200 bugungi holatda. Mana sakimizniki ham $1250 bo'lyapti. Dastlabki xizmatlarimiz bor, kelishilgan holatda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Murojaat uchun quyidagi tepadagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.